fil bayti, uyda. Ayna, qayerda? Ayna anta, sen qayerdasan? Ya Faridu, ey Farid. Ayna anta ya Faridu, sen qayerdasan ey Farid? Ana, men, al masjidu, masjid, fi, da, fil masjidi, masjidda. Ana fil masjidi, men masjiddaman. Ayna, qayerda? Ayna anta, sen qayerdasan? Ayna anta ya Karim, sen qayerdasan ey Karim? Ana, men, al baytu, uy, fi, da, fil bayti, uyda. Ana fil bayti, men uydaman. Ayna anta ya Faridu, sen qayerdasan ey Farid? Ana fil masjidi, men masjiddaman. Va ayna anta ya Karimu, va sen qayerdasan ey Karim? Ana fil bayti, men uydaman. Bu matndagi ayna so'zi o'zbek tiliga qayerda, qayerga deb tarjima qilinadi. Agar siz biror narsa yoki shaxsni qayerda ekanligini so'ramoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu so'zdan foydalanasiz. Ayna anta ya Faridu, sen qayerdasan ey Farid singari. Va mana bu fi qo'shimchasi esa o'zbek tilida da, ichida deb tarjima qilinadi. So'zdan oldin keladi. O'zbek tilida esa qo'shimchalar so'zning oxirida keladi. Misol uchun, maktabda, maktabga, masjidda so'zlariga diqqat qilsangiz, masjidda. Da qo'shimchasini biz so'zning oxiriga qo'yapmiz. Ammo arab tilida aksincha. Qo'shimchani biz avval qo'shimcha keladi, so'ng so'z. Fil masjidi, masjidda. Va yana bir narsa, agar so'zga qo'shimchalar qo'shilayotgan bo'lsa, o'sha qo'shilgan so'zning oxirgi harfining harakati kasrali bo'ladi. أين أنت يا فريد؟ أنا في المسجد. وأين أنت يا كريم؟ أنا في البيت.